seminarimiz elektrotexnika va elektronika asoslari fanidan. Biz bilamiz, hozirgi rivojlangan nima deydi, zamonda elektr toksiz hayotni tasavvur qilib bo'lmaydi, to'g'rimi? Endi elektr toki nima o'zi? Biz bilamiz, elektr toki zaryadlangan zarralarning harakati. Bu zaryadlangan zarralar nima o'zi? Qayerda zaryadlangan zarralar bo'ladi? Hozir men sizlarga aniq aytaylik, biz buni bilish uchun har bir jism moddadan tashkil topgan. İnson ham molekuladan, moddadan tashkil topgan. Endi bir sizlarga aytadigan bo'lsam, mana bu bir modda deb faraz qilinglar. Mana shu modda lekin shunaqa qabul qilingan, manfiy zaryadlangan, musbat zaryadlangan deb. Endi elektronlar manfiy zaryadlangan ekan, mana bu proton, neutron bo'ladigan bo'lsa, proton bu yerda musbat zaryadlangan. Endi buni biz elektr toki qanday hosil bo'ladi deymiz. Bunga elektr, mana shu oddiy o'tkazgich deb faraz qilinglar, biz elektr tokini yaxshi o'tkazadi. Mana ichida elektronlar, anaqalar bor. Masalan, mana bu tok bo'ladigan bo'lsa, tokni I harfida belgilaymiz. O'lchov birligi amper. Belgilanishi I harfida belgilanadi. Zanjirning, masalan, yo'q zanjirda tok bo'ladi deyapmiz. Zanjirning bir qismiga qo'yilgan tok kuchi undagi qarshilikka to'g'ri kuchlanishi. Mana bu elektron deb yozadigan bo'lsak, mana bu molekula. Endi sizlarga tushuntirib qo'yib asosiy gazlar bizda elektr energiya olish uchun ketyapti. 85% gacha elektr energiyani biz issiqlik elektr stansiyalardan olamiz. Oldin mana Chorvoqning o'zi Toshkent shahrini anaqa qilgan, lekin hozir uylar juda ko'payib ketgan, juda ko'pligidan bu Chorvoq aniqlanmaydi. Toshkentda issiqlik elektr stansiyasi bor. Endi bizga eng maqbuli quyosh batareyasi deb mana shu o'tkazgichni oladigan bo'lsak, o'tkazgichning ko'ndalang kesim yuzasidan 1 sekund vaqt oralig'ida oqib o'tgan zaryadlarning miqdoriga tok kuchi deyiladi. Tok kuchi amperda, ya'ni fransuz olimi Andre Meyer nomiga amper deb qabul qilingan. Endi sizlarga asosiy narsalarni aytib o'tib ketaman. Biz bilamiz, fizikada asosiy 7 ta o'lchov birligi bor. O'lchov birliklari juda ham ko'p. Asosiysi 7 ta. Nima uchun asosiy? Chunki kundalik hayotimizda ko'p ishlatiladigan o'lchov birliklari. Masalan, masofani metrlar, massani kilogramda, massamiz tonnada ham, grammda ham, milligramda ham o'lchasak bo'ladi. Lekin asosiy optimal qilib, chunki ko'p ishlatiladigan bo'lgani uchun